Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Халық нәшрияты тарафыдан нәшр қылынған роман Баявандагы Гүлхан. Авторы Ғулам Өмәр. Birinchi qism. 3-bob. Davomi. 4. G'arbi shimol tarafdan dushman orqasiga o'tish chorasi sinab ko'rildi. Shu kuni zarbadorlar atritiga o'zini ma'lum qilgan Tavfiq razvedkachilar bilan birga bormoqchi bo'lgan edi. Biroq Mahmud Mo'yti uning bu xatarlik ishga qatnashishiga qo'shilmadi. Zapasdagi qismlarga siyosiy dars berishga taklif qildi. Bu o'rinlashtirishni anglagan Tavfiq hamrohlariga Mahmud Mo'yti bilan tanishganimiz ziyon bo'ldi, dedi. To'xtajini teriktirib, tanishmagan bo'lsak, jangchi degan sharafli nomimiz bo'ladi. Alam tutatdiq. Sepildan chiqadiganlar bilan borolmagan taqdirdimi, sepil ustida malika urushiga qatnashatdiq. Mana amdi apandilik qildigan bo'ldik. To'xtaji do'stimizga bir deb tinib oldigan bo'ldi. Jini tatliq odamkan emasmi? Mahmud Mo'yti javoban salobatli qiyofatda kulimsirabla qo'ydi. Shundoq bo'lsa-mu, Tavfiq zarbadorlar haqida har vaqt surishta qilib turdi. Bu chora obdalla unum bergan bo'lib, Majansan qo'shinlari zo'r talofatga uchratildi. Biroq Urumchi tarafdan chekinib kelayotgan Majongning qismlari Majansan tarafni to'liqlab kuchlanib ketgachga, kuch silishtirmasi jihatda tang kelishga bo'lmadi. Mahmud Mo'yti bu chorani bir necha kun ilgari sinab ko'rganda, nihoyatda yaxshi unum beradiganligini o'ylab qoldi. 7 aprel kuni Erkashtamda Sovet taraf bilan suhbatlashib qaytgan Xo'ja Niyoz hoji Yangisarga yetib keldi. U kelibla Mahmud Mo'yti bilan maxfiy muzokara o'tkazdi. Muzokaradan keyinla o'zining xodimlari, xos qo'riqchilarini elib, oldin yakanga yurib ketdi. Mahmud Mo'yti bu yerdagi ishlarni o'rinlashtirib, orqadan mangdigan bo'ldi. U avval Amir Nurmuhammadni chaqirtib, o'zining qo'shinini elib yakanga ketadiganligini aytdi. İkisi harbiy ishlar haqida uzoq suhbatlashdi. Ondan İlyasni avatib, Mamtili apandilarni chaqirib keldi. Apandilar, hojimning buyrug'i bilan men askarlarni elib yakanga otlanish oldida turman. Amir Nurmuhammad Yangisarda qoladi. Bular bu yerni uzoq tutib turolmaydi. Angva uchun men sizlarni bundoq tashlab ketalayman. Angva uchun shunglashqa turpan shevisi. Dedi Mahmud Mo'yti allaqandaq ichki azob bilan chiroyi purishgan holda. Aslida men sizlarni biz bilan qilishga taklif qilish xiyolida bo'lib yurgan edim. Shundoq qilsam, sizlar qo'shinda bizga maslahatchi, askarlarga ustoz bo'lsanglar foydali bo'ladi. Amdiki ahvol bu niyatimni o'zgartirishga majbur qilyotidi. Qo'shin bilan bo'ladigan ishlarning quyrug'ini qum bosdi. Hojimning buyrug'idan bu narsa oshkorlandi. Angva uchun sizlarning tinchroq muhitga erishib maktab ochmaqanlar durustroq turadi. Savotsiz haq bilan qilgan inqilobning qanchalik natija beradiganligini amaliyotdan ko'rdim. To'ydim. Inqilob uchun bu narsa to'liq muhim ekan. Men sizlarni bugun kecha muasirdan chiqarib, lompa, otishbaq taraf bilan yo'lga silib qo'ymoqchiman. Toshmiliqda Qosimbekning huzuriga kiringlar. Mahmud Mo'yti avatgan kishilarimiz danglar. U sizlarning xizmatinglarda bo'ladi. Qashqarga tinch amon yetib barsanglar, Majiddin apandi, Yusuf Ziyo apandilarga menda salom aytib qo'yarsizlar. Mamtili apandining bir narsalarni ko'chlab so'rg'isi bor edi-yu, biroq bu chog'da Mahmud Mo'ytining qo'ng'ir soqolliq kang yuzida harbiylarga xos jiddiylik, surlik qiyofat ifodalanib turadi. Uning har qanday suhbat uchun vaqti va haplisi yo'qdek qiladi. İlyas, Mahmud Mo'yti jiddiy buyruq qildi. Abduniyoz o'zining ishonchli odamlaridan 20 ni elib, darhol hozir bo'lsin. U İlyas chiqib ketgandan keyinmi, apandilarning mavjudligini unutib qolgandek, qo'lini orqasiga qilib, bir nuqtaga tikilganicha turaverdi. Bo'limda surlik, jimjitlik hukm suratdi. Faqat sirtda askarlarning qadam tevishlari anglangandala, apandilar, biz do'stlardan bo'lib qoldik. Bir dasturxon ustida tanishgan do'stlarga o'xshamaymiz. Jang maydonida tanishdik. Mushu do'stlikning yuz xotirasi uchun sizlardan so'raydiganim, har qanday ikkilanishlarda bo'lmay, xalqni o'qitinglar. Omon bo'lsak ko'risharmiz. U kuchli qo'llari bilan apandilarning qo'llarini og'irg'idek siqdi. Apandilar bo'lsa, uning qalbida nimalar hukm surayotganligini bilish ko'yiga tushgandek, suvon surishmadi. Faqat oxirgi minutlardala "Xayr, xo'sh, Xudoyimga omonat" deyishdi. Abduniyoz ularni hangitliq taraf bilan ilib chiqib,
uzitib qo'yish uchun Lompa tarafga ilib ketdi. Tavfiq inqilob taqdiri haqida o'ylab, ko'ngli ma'yuslanadi. Chunki u Mahmud Mo'ytining talabbozidan Xo'janiyoz hojimning yomon xabar bilan kelganligini, qurolliq kurashning to'xtaydiganligini, inqilobning alla kimlar tarafidan Shingsega setivitilganligini his qilgan edi. Tang saharining namxush, sovuq havosi odamning tinini shurkandiratdi. Chechakka purkangan bog'lar gerimsan ko'rinatdi. Koinot ana uyqusiga cho'kkan bo'lib, quloqni etib olgandek jimliq hukm suratdi. Abduniyaz Ne'matullo bilan manglik oxunlarni oldin razvedka qilib minishqa buyurib, orqadan o'zi muhofizat qilib apandilarni ilib ketyotdi. Mamtili apandi allaqanday qimmatlik narsani tashlab kelayotgandek ko'ngli qiymagan holda Yengsar bozori tarafga o'rilib qarab qo'yatdi. Ular oraliqdagi soydan shapsiz harakatlar bilan o'tib Lompaga yaqinlashganda oldidagi chorlag'uchlardan diqqat signali keldi. Abduniyaz askarlarni darhol mo'kinib kuzatishga buyurdi. Ham birdam tinglashib turgandan keyin "Paplab menglar." Paplamaq, o'milmak, turpan shivisi. Hammaning ko'nglini vahima asiri qilib oldi. Ular Lompa tavaligidagi bir bog'ning orqasida gumonliq bir nechalarni qo'rshivlishdi. Ne'matullo Abduniyazga doklad qilib, "Ular qurolliq odamlar, buningda shak yo'q, ammo kimligini Xudo o'zi biladi", dedi. Qo'rshovdikilarga xitob qilindi. "Qurolni tashlab taslim bo'linglar. Anangni tozga tangatgan nadi bor degandek, ta'limiz tozmu kash keldi-ku, yana qo'lga tushibdiq." Qarshi tarafdagilarning so'zlari kecha jimliqida uzuk anglandi. "Voy, ular tunganlar emas o'xshaydi. Shah Mansurning odamlari, ya bo'lmasa Xo'janiyoz hojining odamlari." Gumonliq ko'langilar tarafdan pichirlash anglanib turadi. "Yo'q, tunganlar. Biz haqni oldiga silib kelgan bo'lsa, nimdigilik? Qarab turib damiga tushkicha etishib o'layli. Aqichan taslim bo'lsaqmi bizni atidi. Voy, biz Xo'janiyoz hojining askarlari. Mahmud Sijoning, tezroq bu tarafga kelinglar. Bizni ishondiradigan dalilinglar bormi? Bo'lmasa aytishimiz. Bu lomidlar bilan vaqt o'tkazib turganda tunganlar hozir yetib keladi. Atayli", dedi Manglik Axun. "To'xtanglar", dedi Tavfiq so'zga aralashib. "O'q chiqarib jimliqni buzish texmo foydasiz. Ya'ni kelib ularning Uyg'urligi aniq tursa, o'z millatimizni qirimizmi? Men ularning qishiq berib, ularni ishondirib elib kelay." Shundoq deb u bahramon holda tam tüydiki qirimda qurol batlab yotganlar tarafga qarab ketdi. "To'xta, otaman", deb vaqirdi u yoqdagilar. "Apandim, qaytib keling. Davud talvilar etib salmasin. Sijong mening beshimni tinimdan judo qiladi." Avu, turpan shivisi. "Menda sizlarni ishondiradigan dalil bor. O'q chiqarishi nim qilmaymiz? Ularmi o'q chiqarmaydi?" Tavfiq shundoq dedi ketib. "Biz hammamiz bir millat turib, kim uchun bir-birimizni otimiz? Bunchalik ishni o'ylig'idak aqlinglar bordi?" U ketib shundoq deydi. Orliqmi ancha yiroq bo'lmag'achqa, ikki tarafdagilarga anglanib turadi. "Sizlar bizni tunganlarga tutib bersizlar. Ahvoldan qaraganda bular tungan qo'shindan qochganlarkan." Abduniyaz shundoq faraz qildi. Mamtili apandi ularga yaqin berib, "Man mening jinim bizning dushman emasligimizning dalili. Amdi qurolinglarni menga batlab, orqamdan menglar. Agar bizning tarafda tunganlar bo'lsa, yaqin borganda qarab beqib, onda meni etversanglar bo'ladi", dedi. Bu gap bilan qochoqlar ikkilanib qoldi. Tavfiq o'zlarining samimiyatini isbotlash uchun ularni shundoq qilishga undidi. Ular Tavfiqning orqasidan bu tarafga kelishdi. Yaqin kelganda to'xtab ahvolni kuzatdi va sal ishonch hosil qilib, texmo yaqin keldi. "Biz Majansaning qo'lidan qochdik. Qurollarimizni elib olib, bizga uylarimizga ketish uchun ijozat bersanglar bo'ldi", deyishdi ular. Ularning ichida amdila 17-18 yoshlarga kirgan bir yigitmi bor edi. Tunganlar uni majburiy askarlikka tutib olgan bo'lsa kerak. Mamtili apandi uningga diqqat qilib qoldi. Ne'matullo bilan Manglik Axun ularning qurollarini yig'ib olmoqchi bo'lgan edi. Tavfiq ularni to'sdi. "Bular yana ni falokatlarga yo'liqishi mumkin. Qurollari o'zida qolsin. Qurol degan ishonchli kamra", dedi u. Ondan bir oz xotirjamlikka erishgan qochoqlarga qarab, "Mening ismim Mamtili, Qashqar Otushdan." U o'zini tunishtirdi. "Tunishib qo'yayli. Bu tor dunyoda bir kun yana ko'rishib qolarmiz.
Andın qachoqlarning ismini so'radi. Hiliqi balachiray yigitga qiziqib, uning ahvolini alohida so'rdi. Etim Rehim, Araldin, mushu yerga yaqin, meni tehi 2 oyning oldida tutib olgan, dedi yigit. Yurtingiz bu yerga yaqin bo'lsa, uyga bormang. Bu yerlarda tehi tungalar bo'lishi kerak. Eng yaxshisi Qashqarga ketib, bir zaman shu yerda panohlanib turing, dedi Tavfiq ansirab. Qashqarda hech kimim yo'q. Sha deganda tinab qolsa yomon, dedi Rehim. Mana bu akangiz Cho'ngboy, Qizil Dövlök, ismi To'xtaji. Uni izdang. Bo'lmasa Qashqar Novoshiga borsangiz, u yerda Yusuf degan birodarimiz bor. Uni topsangizmi bo'ladi. U muallim. Siz tehi bola ekansiz. Balkim o'qib qolarsiz. Bu gap bilan gumondan butunlay xalos bo'lgan qochoqlar chin ko'nglidan bo'ldi. Bizga bu ko'saylarning keragi yo'q. Zeriktoq zodi, deyishdi. Xato da'vatsiz inim. Bizning jimi baxtsizligimiz qo'limizda mushu ko'saylarning bo'lmay kelganligida. Uning xatiri siz uning oldiga ro'bro bo'lib qolsangiz bo'ladi. O'zingizning qo'lidagi quroldan sizga ziyon yetmaydi. U xotirjamlik va baxt kelturguchi. Hadisdimi jannat qilichning soyasida deyilgan. Demak, mushu ko'say deganingiz ana shu qilich. U qo'limizda bo'lsa jannatni qo'lga keltirishga vosita bo'ladi. Olg'ach ketinglar. Bir yerga yo'shirib qo'ysanglar, oxiri bir kuni asqatadigan vaqti keladi. Tavfiq Rahimga ichinish, ich og'irtish hissiyotida beqib, uning qurolni tashlamay bir yerga yo'shirib qo'yishni topaladi va Qashqarga berishini yana bir qitim eskartdi. Sizlarga ijozat, dedi Abduniyaz. Yo'linglarga minglar. Qochoqlar tong subhisining Gerimsan yo'riqida yiroqlab ketgandan keyin bularmi yo'lini davom qildi. Abduniyazlar mehmonlarni lompidan o'tkazib qo'yib qaytib ketdi. 4-bob. Lompidan chiqqandan keyin yana keng doiraliq sayliq boshlanadi. G'ilang toshliq sayliqning g'arbiy janub tarafidan sharqi shimol tarafga qarab 2-3 toshliqcha tog' suyi sayni kesib eqib turadi. Sayliqning atrofini yizlar yiroqdan o'rab olgan. G'arbiy janub va janub tarafda past tog'lar Gerimsan ko'rinadi. Tong saharining tumanida u xuddi darparda orqasida turgandek bilinadi. Soy g'arb tarafda kichikkina yeshil belbog' bilan uzilib, orqadan yana soy boshlanadi. Bu kichikkina yeshil belbog' Tun deb ataladi. Tundan keyingi soymu shimol va sharq taraflari yiroqdan yeshil siziq bilan, janub va g'arbiy janub taraflari suz ko'k rangdagi tog'lar bilan o'ralgan edi. Bu soy bo'lsa g'arb tarafda yana yeshil belbog' bilan uziladi. Bu yerni Mo'g'ul deb atashadi. Mo'g'uldan chiqqandan keyin yo'l g'arbga qarab 30 graduslik yontoliq bilan davomli yuqori o'rlab, ufuq siziqida g'oyib bo'ladi. Yo'lning so'l tarafida xuddi go'zal suratlarning orqa manzarasidek g'uva tog'lar ko'rinib turdi. O'ng taraf cheki yo'qdek bilinadigan yantu sayliq yo'l bo'lsa, mana shu bulutning soyasi tushib turgandek, qora sayning o'ttirsida oqqush lentidek so'zilib yotadi. Biroq bu nafs lenta emas, kishilar oyoqlari bilan paydo qilgan to'pa o'rlab turgan oyoq yo'li edi. Yo'lovchilar Mo'g'uldan o'tgandan keyin sharq ufuqi qizirib quyosh ko'tarilishga boshladi. G'arb taraf osmonining yiroq bir yerida laylab yurgan bir parcha oq bulut quyoshning dastlabki nurlarida shalpar osqandek nurlanib ketdi. Bu 1934-yil 8-aprelning sahri edi. Bu qatamqi safarim haqiqatan falokatlik bo'ldi, deb g'udung'ishidi To'xtaji taqdirdan og'ringan holda. U yerib qolgan edi. Xudoga shukr deyishingiz kerak edi. Xayr, siz qandoq o'ylaysiz, Ahmad apandi? So'radi Tavfiq amak uchun gapni uzartishni ko'zlab. Har holda ancha xafa emasman. Men aksicha intayin xushalman. Chunki bu yerda inqilobning muhim bir yo'lboshchisi bilan do'stlashib qoldik. Bu taqdirdan yana nima uchun og'rinqudakmiz? Agar Qashqarga borg'icha mushundoqla mangadigan ish bo'lsa, sizlarning xushalliqlari tutundek g'oyib bo'lib ketarmikin? Nimishki mundoqla mangatdiq? Endi har holda tinch muhitga erishdik. Oldimizdagi yezidan harva kira qilamiz. Kiraga harva tepilmasa, bir ishki yigitni yollab olamiz. Tashmiliqqa borgandigu harva tepilar. Harva bo'lmasa, uloq tepilsimi bo'ladi. Umidvor bo'ling, apandi. Yuqori o'rlab ketayotgan soy yo'lining yarmidan ko'pragi tugaganda 30 graduslik yontoliq bir oz tuzlanib, 20 graduslik yontoliqqa aylandi.
Bu yerdən əmdi Atuşbağ yezisining daraxtlarini ko'rgili bo'ladi. Atuşbağ Kösən qirg'iga joylashgan taxminan 50 tutunlik yezi bo'lib, bu yerdan harva tepilmadi. Bətmu kambag'al va ibtidoiy turmush kechiradigan bu yezidan otmu tepilmadi. Har holda yomon emas eshaklardan tepib minishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq uloq egalari ularni tashmiliqqa opirib qo'yishga rozi bo'ldi. Mehmonlar Atuşbağda tushlik ozroq bir nima yeb olgandan keyinla yo'lga ravon bo'lishdi. Ular Atuşbağning g'arbiy janub tarafi Oltinliq mahallasini oralab o'tib, Kösən daryo qiyshig'iga tushishga boshladi. Daryo bo'ylaridagi sayozlarda ushoq och qizil mevalaydigan chatqonlar baraqsan o'sib ketgan edi. Shoxlarda o'tgan yildan qolgan mevalarmi bor edi. Daryoning u tarafida Gulbog' yesining daraxtlari ochiq ko'rinib turadi. Daryo qini to'limu keng bo'lib, ozgina suv bu keng soy ichida yeyilib va taramlarga bo'linib oqadi. Daryoning oxiri sharqi shimol ufqida g'oyib bo'ladi. Yo'lovchilar taramlardan kechib o'tib, qarshi qirg'oqdagi tog' bag'riga joylashgan Gulbog'ga yetib kelishdi. Gulbog' yesining yeri qumsoz, suyi mo'l bo'lg'achqa o'rmon yaxshi aynaydi. Gulbog' va uning g'arbidagi Yelgan yezilarida to'g'roq ko'p o'sadi. Daryo suyi toshgan chog'larda har doim nurg'un miqdorda qum eqitib kelib, bu yerlarni qum besib turadiganligi bilinib turadi. Yo'lovchilar eshaklik bo'lg'achqa ancha harg'inlik his qilmadi. Aksicha, tushdan avvalgi harg'inligi bir oz tarqagandek bo'lib qilishdi. Uloq egalarini yo'l bo'yi parang'a silib mang'achqa zerikishmi his qilmadi. Ular kechqurun Tashmiliqqa yetib keldi. Bu yerda ular Qosimbekni tepib, uning uyida qo'nib qoldi. Tavfiq bu yerdami o'zining ajoyib sehri bilan xuddi magnitdek jalb qilib, bir muncha do'st tepib oldi. Hatto ularning atsila ketmoqchi bo'lishi sohibxonlarni to'limu mayuslandirdi. Mehmonlarga Gaz daryosidan o'tishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa, harva yollashqa qulaysiz edi. Shunga Qosimbek ularga ot tepib berdi. Ular Opalgacha otliq berishi kerak edi. Ular sahardala otliq yo'lga chiqdi. Bu yerga Gaz daryosi tarafdan salqin urilib, demoqqa nam havoning o'ziga xos purqi va allaqandoq ko'katlarning purqi bilinadi. Ular 30-40 metrcha egizlikdagi Qashqa chiqqandan keyin daryo tarafdan texmo kuchlik namlik bilindi. Gaz daryosining qini bu yerda 1000 metrdan ortiqroq keladi. Bo'linib, ashu kenglik ichida erkak boladek qayg'itib oqadi. Gazning suyi bir qadar mo'l bo'lg'achqa, har bir taramlarimi kishini aymindirgidek haybat bilan oqadi. Daryo qinining suvsiz yerlarida yova chatqal, ziriq, yulg'un qatorliq o'simliklar baraqsan o'sgan. Daryoning o'rta qismida bir yeshil nuqta ko'zga tashlanadi. Bu Orol kenti edi. Bu yerdan g'arbiy qirg'oqdagi Chameriq kenti aniq ko'rinib turadi. Töven iqim tarafda bir kichik tog' daryo qinining o'rta qismida cho'qchiyib turadi. Ular haybatlik, sho'x va taram-taram tog' suyini bir-birlab kechib o'tib, Chameriqqa chiqishdi. U yerdan Juluq boshqa qarab otlanishdi. Bu orani edirliq soy uzib turadi. Soy yo'lini kesib o'tgandan keyin bir to'plikning yon bag'riga joylashgan qirg'iz yezisi Juluqboshni orqaga tashlab, Davlat bulqiga kelishdi. Davlat bulqi hozirgi Qizilsuv oblastlik nasllik qo'y fermasi joylashgan binoslikning asli nomi Davlat bulqi edi. Bu yangi o'zlashtirilgan sozliq bo'lib, Opalliq Sulaymon Qazojimga qaraydi. Bu yerni uning qirg'iz o'rtoqchisi Musoq boshqaradi. Yo'lovchilar bu yerda otlarni dam oldirib, o'zlari usulliq ichib minish uchun to'xtashdi. Sulaymon Qozi atyozliq tirilg'u ishlari munosabati bilan mushu yerda ekan. U To'xtaji bilan ham uning otasi bilan yaqin tanishlardan bo'lg'achqa, mehmonlarga o'zining mehmon do'stligini ko'rsatdi. Mushu qisqagina fursatda Mamtili Tavfiqning chiqishqoq mijozi bu mo'tavar odamni o'ziga ram qilibla oldi. U hatto mehmonlar ketish uchun qo'zg'alganda qiyolmaslik bilan agar aldirash bo'lmasam sizlarni Qashqargacha uzatib boratdim deb o'kinib qoldi. Ular mehmondo'st sohibxon bilan xo'shlashib, Opalning Terak, Shota, Do'ng'istang, Qumbaq kentlarini aralab o'tib, Opal bozoriga keldi. Bu yerda otlarni egisiga berayotgandan keyin harva yollab darhol safarini davom qilishdi. Harvaga joylashib olgandan keyin
Ular o'zlarini xili yenik his qilishdi. Kayfi ko'tarilib qoldi. Shuning bilan Mamtili apandi Harvakashni parang'a silishga boshladi. Buningsiz zirkibmi qilishatdi. Harvakash askar bo'lib, bir necha qatim janglarga ishtirok qilgan yigit bo'lib chiqdi. U o'zi qatnashgan janglar haqida to'liq jonliq, ta'sirlik so'zlab berdi. Orqadan Qashqarda yuz bergan fevral fojiasi va shu oyda Tunganlar bilan Xotan qo'zg'olonchilari orasida Himitning sida bo'lgan qonliq jang va qo'zg'olonchilarning fojialik halokati haqida anglaganlarni hikoya qilib mangdi. Fevral fojiasi Şinjan tarix materiallari o'shkida bu fojiani 6 fevral shanba yuz bergan deb yozgan. Buningda xatolik bordek qiladi. Shu yillik kalendardan qaraganda 6 fevral shanba emas, seshanba ekan. Agar shanba ekanligi aniq bo'lsa, u holda bu 6 fevral emas, 3 yoki 10 fevral bo'lishi kerak. Bu Tungan degan bak rayimsiz haqkan. Biz haqni chomg'urning ko'kini yulgandakla kallasini ilib tashlaverdi ekan. Xudoyo, egisi yo'q jahonmidi bu? Pashchilikmi qadrimiz yo'q haqkanmiz? O'z millatingiz haqida nimishga bundoq yomon gaplarni qilasiz, inam? Dedi Tavfiq jiddiylik bilan uning ovozida norozilikmi, chekib beqishmi bor edi. Siz bu millatning pashchilikmi qadri yo'q ekanligini obdan tushunibsiz. Bu yaxshi ahvol. Lekin bu tushunish o'z-o'zimni masxara qilish uchun emas, millatni oltindek qadri bor qilish uchun bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Arvikash bu so'zlarning vaznini dangsab ko'rish uchun o'ylashga boshladi. Mamtili apandi yana uningga nodonlik opati haqida o'rlikning birdan-bir yo'li xurofotlikdan qutulib, ilmga yurish qilish ekanligi haqida oddiy qilib so'zlab mandi. Tavfiqning shuncha astoydiligidan kulgisi kelgan to'xtaji uni beqinlab, "Apandi, qiziq latib aytib masaqchu, baribir u bularni tushunmaydi", dedi. "Men undoq bo'lishiga ishonmayman. Har holda bir odam bolasi yaxshi gap deganni ruhi bilanmi bir oz sezadi. Hech bo'lmasa ozroq manfaati bo'ladi." Bir xilda so'zilib yotgan yo'ldan zerikkan to'xtaji yana, "Agar shu top bu yo'lni poyezdda mangan bo'lsak, sizlar tambur chilib, naqsh etib maslari, bilinmayla yo'l tugab qoladi", dedi. "Nima? Siz faqat Mamtili naqsh o'qiydi deb o'ylamsiz?" dedi Tavfiq kulimsirab turib, cheqishish talaffuzida. "Xalq naqshlaridan bir nechini anglasak nemisi yomon? Mana bu inimiz bizga bir necha yildan beri anglayolmagan naqshlarni o'qib beradi", dedi. Ular Harvakashning tuzut qilganiga qo'ymay, uni naqsh o'qib berishga undidi. Yigit oxiri, "Qamlashtirolmasam zangli qilishmayla", deb gelini qirib, sal turvolgandan keyin birdilla jarangliq ovoz bilan naqsha boshladi. Harvakash yigitning naqshi sukutga cho'mgan dalida yiroqlargacha to'lqin tortib ketdi. Naqshning ohangida o'zigacha bir xil kuch yo'shirinib yotadi. Naqshning mungi har bir odamni xiyol sahrosiga boshlab ketadi. Shu topda Mamtili apandi naqshining mungidan o'z kechirmishlarini varaqlagandek bo'ldi. Yurtidan ayrilib tog' orqasiga ketgani, yangi madaniyat bixlari bilan tanishgani, sarvarga o'ylangani, isyonchi deb qarilib taqib qilingani va ilojsizlikdan Sovetga ketib, Shamayda turib qolgani, o'g'li Abdusamatning tug'ilishi, hey, ular hozir qandoq turyotidi ekan? O'qish orzusi bilan Turkiyaga ketgani, dastlabki sarson sargardonlikda o'tgan hayot, Darul mualliminda o'qish, o'qituvchilik qilish, tirishib sirtdan o'rganish, go'zal adiba, uning bayoshat oilasining yordami, Abdulla apandining mehribonligi, vatandagi inqilob xabari qatorliqlar bir-birlab ko'z oldidan o'tadi. Ahmad apandimi o'zining g'amsiz bolalik davridan tortib o'ylashga kirishib ketgan edi. O'yla Turkiyadagi hayoti yodiga keldi. Sodiq rafiqasi, turk qizi Sarmashiq, o'g'li Istiqlol ko'z oldiga kelish bilan seg'inish firoqining hujumi ostida qoldi. To'xtajimi allaqandoq aslimlar qo'yniga cho'mgan edi. Arvakash bularning hammasining ketmish daftarini varaqlagandek qiladi. Langarning daraxtlari ko'rinib, tadrijiy yiqillab, ondan orqada qoldi. Sayvog'ning yo'llari ularni kutib oldi. Davomi bor.